10 kilovat quyosh panelidan kun davomida yomg'ir yog'ganda qancha tok olish mumkinligini shu videoda ko'rsatib beraman. Kameraga kiramiz. Ertalab 8:30da 125 berdi. Soat 9da 170. Soat 10da 378. Soat 11da 382. 12da 452. Obedga 1da 281. 12:30da eng ko'pini berdi, 651 watt berdi. Soat 2da 403 berdi. Soat 3da 290. Soat 4da 34. Soat 5da quyosh botayotganligiga arzigan tok bermadi, uni syomkaga qo'ymadim. Kuni bilan yomg'ir yog'di, quyosh chiqqani yo'q. Havo qop-qora bulut bo'lib turdi. Kuni bilan shunda kechgacha 2 kilovatt 700 watt berdi. Bugun 17-dekabr, oy boshidan bugungacha 218 kilovat quyosh energiya berdi. Oy boshidan 17-dekabrgacha 191 kilovat uyga ishlataman hammasi bo'lib. Dekabr oyida quyosh bo'lmasa ham, bir oyda chiqarib bergan toki bemalol uydagi elektr sarfini qoplab beradi.